Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Ushbu videoda bir Xbet platformasida ro'yxatdan o'tish jarayoni qanday amalga oshirilishini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Avvalo, platformaning rasmiy sayti yoki ilovasini oching. Bosh sahifaga kirganingizdan so'ng ro'yxatdan o'tish yoki registr tugmasini bosing. Shundan keyin sizga bir nechta ro'yxatdan o'tish usullari taqdim etiladi. Telefon raqami, elektron pochta manzili yoki boshqa mavjud usullardan o'zingizga qulay variantni tanlashingiz mumkin. Tanlagan usulingiz bo'yicha kerakli ma'lumotlarni kiriting. Telefon raqami yoki elektron pochta manzili to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qiling. Shuningdek, hisobingiz xavfsizligi uchun kuchli va ishonchli parol yarating. Ro'yxatdan o'tish formasida promo kod degan maydonni ko'rasiz. Shu joyga bir Xbet Pro promo kodini kiriting. Barcha ma'lumotlarni to'ldirib bo'lganingizdan so'ng, kiritilgan ma'lumotlarni yana bir bor tekshirib chiqing. Hammasi to'g'ri bo'lsa, foydalanuvchi shartlariga rozilik bildirgan holda ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Ayrim hollarda hisobni faollashtirish uchun telefon raqamingiz yoki elektron pochta manzilingizni tasdiqlash talab qilinishi mumkin. Tasdiqlash jarayonini yakunlaganingizdan so'ng akkauntingizdan foydalanishni boshlashingiz mumkin. Hisobingiz xavfsizligini ta'minlash uchun parolingizni boshqa odamlarga bermang va faqat rasmiy platformadan foydalaning. Shaxsiy ma'lumotlaringizni himoya qilish ham muhim hisoblanadi. Xulosa qilib aytganda, ro'yxatdan o'tish jarayoni juda oddiy. Rasmiy platformani oching, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing, kerakli ma'lumotlarni kiriting, promo kod maydoniga bir Xbet Pro promo kodini yozing, so'ng ro'yxatdan o'tishni yakunlang. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana foydali mavzular bilan uchrashguncha xayr.